Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana biz Dengiz aka to'kamizni Xudo xolasa boshladik. Kottejimiz o'rtalariga qurilayotgan firmalarimiz. Mana 16 metrga 8 metr kottejimizga tayinlanayotgan zakatovka ishlarimiz. Bu zakatovkamiz asagaga tayinlanyapti. Mana bu yoqda korobkalarimiz mana to'qib qilyapti. Mana ustakalarimiz damda olyapti. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastga nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Layklarni bosib qo'llab turamiz. Imorat qurayotgan, uy solaman deyotgan tanishlarga jo'natib qo'yamiz shu videoni. Bundan tashqari molxona, to'yxona 25 metrsiz, bezutunsiz xizmatlarimiz mavjud. Aloqaga chiqaverasizlar. Kimda shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar.